O'sha mashhur amerikancha donat sponjiklarini bugun sizlar bilan birgalikda tayyorlaymiz. Videoni yo'qotib qo'ymaslik uchun saqlab olishni unutmang. Xamir uchun avvalo apara tayyorlab olamiz. Idishga sut, shakar, dro'jja hamda un solib aralashtirib olib qo'yamiz. 15 daqiqadan so'ng aparamizni xamir qiladigan idishga solib, ustidan tuxum, tuz, xona haroratidagi margarinni solib yaxshilab aralashtiramiz. Yetarlicha un solib, qo'lga yopishmaydigan yumshoq xamir qilamiz. Xamir yaxshi oshishi uchun suvni strechlaymiz. Yarim soat davomida oshgan xamirimizni 1,5 sm qalinlikda yoyamiz va 8 sm dumaloq formada kesib olamiz. O'rtasidagi teshikchalari uchun kremcha nasatkadan foydalandim. Yana 15 daqiqa qizdirib, o'rtacha qizigan yog'da ko'zni qizartirib olamiz. Ustilarini esa xohishga ko'ra shokolad va posipkalar bilan bezatamiz. Mana o'sha mashhur amerikancha donat sponjiklarimiz ham tayyor bo'ldi. Ushbu sponjiklarni hech bo'lmaganda bir marotaba tayyorlab, umuman afsuslanmaysiz. Yoqimli ishtaha.